Doktor, milk nega qonaydi deb so'rashdi. Milk nimaga qonaydi? Milk endi qonashlari juda ko'p asoratlari bo'lishi mumkin. Nimaga deganda, u chunki balkim sizni og'zingizda chistkani vaqtida qilmagandirsiz. Tosh chiqib, milkingizni itarayotgandir pastga. Davleniya beryapti. Shunaqa bo'ladiki, tosh milkni ichida tiqilib qoladi. O'shanda chistka qilib toshni chiqarib tashlash kerak, küritash qilish kerak bir xillarda. Milk qonashlari yana milk shamollagan bo'lishi mumkin. Milkni lecheniya qilish, anaqa lecheniyasini olib borish kerak bo'ladi. Chistka qilgandan keyin qanaqa oldini oladi? Chistka qilgandan keyin milk uchun o'zini eliksirlari bor. U aptekada, magazinlarda sotiladi. Milk uchun degan eliksir bor. Uni har kuni ertalab yoki kechki payt yaxshilab chayqaysiz. O'shanda o'sha oldini olgan bo'lasiz. Tishingizga o'zini minerallarini, vitaminlarini berib, milkingizni обогащение qiladi. Qanaqa dori, qanaqa gel maslahat berasiz? Endi odatdan o'zidan o'zingiz surish kerak emas. Misol uchun kerak emas, sizni milkingiz soppa-sog', qonayotgan joyi yo'q, uni ishlatish kerak emas. Undan ko'ra siz har doim zubnoy shotkangizga ahamiyat berib turing. Shu eliksirni to'xtatmay turing. Har doim sizda hammasi yaxshi bo'ladi. Zubnoy shotka ham bir xillarda milkingizni qonatib yuboradi. Agar juda qattimini tanlagan bo'lsangiz, zubnoy shotkani o'shani almashtirish kerak.